şükür qilishning fazilati haqida oyat hadislar bor. Shuningdek bir ikkini anglagan bo'lsak, yuqoridagidan sirt. Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolamning so'zlarida bu shukr haqidagi hadislarni aytib ko'p. Masalan, bayongi oyatimiz intayin mukammal bir shaklda butun hamma shukrninki barliq nimasini hammasini o'z ichiga olgan oyat bo'lib, la in shakartum la azidannakum. Sizlar shukr qilsanglar, men sizlarga ne'matimni ko'paytirib beraman deydi. Yana Alloh subhanahu va taolo Luqman surasida bizninki şu yaxshi salih bandisi Luqman alayhisalomga va laqad atayna Luqmanal hikma an shukr lillah. Biz Luqmanga ilm ato qildik, to'g'ri tushunch ato qildik, aql farosat ato qildik, toki u shukrisini joyida qila olsin. Allohga shukrisini joyida qilsin. Demak, bizga bergan ne'matlarni biz to'g'ri tunuymiz desak, uningga ko'p shukr qilgan vaqtimizda bu shukrninki to'g'ri biz izhor qilgan bo'lganligimiz haqida. Fazkuruni azkurkum vashkuruli va la takfurun. Yani bu bir buyruq shaklida demek edi. Meni doim eslab turinglar, mening bergan ne'matlarimga shukr qilib turinglar. Demak, bu yerda bu orqali inson bu shukrdan chiqib ketgan vaqtida takabburlik elib boradi, mag'rurlik elib berib qolishi mumkin. Chunki inson o'zini mag'rurlikdan, takabburlikdan, chunki bu insonni vayron qiladigan eng chong gunohi kabirlarning qatoridagi amal bo'lg'achqa, ish bo'lg'achqa, buningni saqlanishning birdan bir chorasi nima desa, doim shukr aytib turish. Ve şundakla Allah'ın bergen nimetini daim esletip duruş. Gerçi biz onu sanat tüküsü bulamayız. Yukarıda mukaddimede degende. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetini onun şükürsünü o cahil kılış imkaniyetimiz yok. Hiç gündüz başka hem emellerimizi topluyoruz fakat şükürünü östek mu? Bu yeterlik emez. Ama onu sadak mı tüketkili olmaydı. Şuna perişteler hakkında Allah bütün nesillerinki ahiresi buludu, tükeydi, fani buludu. Bundikin Feriştelerge qaytadan ularni yenilik bir hayat bergan vaqtida ularning tunji ig'zidan chiqadigan so'zi ma abadnaka haqqa ibadatik va ma shakarnaka haqqa shukrik degan rivoyat bor. Yani sana ey Allah biz loyiqida qulchilik qilamiz deydi. Endi u ferishtalar qanday maxluqlar esa yaralgan vaqtidan ta hayoti oxirlashgan qadar to'xtab qolmasdan, charchimasdan, shikoyat qilmasdan belgilangan buyruqni bijandillik bilan %100 amaliyalashtiradigan bir maxluq. Allohninki nimasi, maxluqlardan birisi. Ve şuların şu halde durup mu? Yani üzerindeki doğru Allah'a kulçuluk kılanmaganlığını, şu üzerindeki şu acizliğini Allah'ın aldığı koydu. Üzerindeki acizliğini bayan kıldı. Ve biz ve şundaklar senin bizge gösterken nimetlerine biz layıklı şükür ada kılanmadık değil. Demek bu yerde şükürününki Allah'ın insanlığa bergen nimetlerinin kattığını biz tarafından esletse, yeni bir taraftan bununki bizim daim üzümüzün kulçuluğunu üzümüzge esker tutturduğun, bildirip durduğun en mühim amel kelliğini biz bunu göreleyiz. Hoş.